Barselona va Real Madrid qonli to'qnashuvi. Super Kubokka munosib final. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda ketma-ket 3 ta gol urildi. Dahshat. Hal qiluvchi qahramon esa yana o'sha Hindu Rafinha. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanali yana qaytdi. Bugungi dasturimizda bir necha soat oldin yakuniga yetgan El Clasico'ni tahlil qilamiz. Barselona qanday qilib Ispaniya Super Kubogi sohibiga aylandi? Nega bu Real Madrid uchun hal qiluvchi final edi? O'yindan keyin qanday voqealar sodir bo'ldi? Mbappe juda ham norozi. Demak, bir boshidan boshlaymiz. Yarim final bahslari jamoalar uchun turlicha kechgandi. Barselona Bilbao'ni 5-0 hisobida yakson qilgan bo'lsa, Real Madrid derbisida 2-1 hisobi bilan Atletico Madridni qiyinchilikda musobaqadan chiqarib yuborgandi. Xo'sh, bu El Clasico nima uchun Real Madrid uchun juda ham muhim edi? Bu qarama-qarshilikda motivatsiya doimo eng yuqori darajada bo'ladi. Biroq shunday bo'lishiga qaramay asosiy sabab bor. O'tgan yilgi Ispaniya Super Kubok finalida Real Madrid Barselonaga 5-2 hisobida mag'lub bo'lgandi. Qaysidir ma'noda bu uchrashuvda qirollik klubi revansh olishi kerak edi. Yana bir asosiy sabab Barselona Super Kubokda nuqtani qo'ydi. 2 zarba, 2 g'alaba. Xabi Alonsoga aytiladigan gap bitta. Game over. Madrid ko'zi bilan qaraganda, achinarli tomoni bularning barchasi Cristiano Ronaldoni ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Real Madridning asosiy yulduzi Kylian Mbappe jarohati sababli asosiy tarkib bilan maydonga tusha olmadi. Shunga qaramay fransuz futbolchisiz ham madridliklar El Clasico'da 1,5 taym yomon bo'lmagan o'yinni namoyish etib berdi. Xabi Alonso shogirdlari uchrashuvni nisbatan ehtiyotkorlik bilan boshladi. Barselona to'pni nazorat qilgan paytlarda Federico Valverde himoya chizig'iga tushib, 5-himoyachi vazifasini bajardi. Natijada o'yinning dastlabki daqiqalarida xavfli vaziyatlar deyarli yuzaga kelmadi. O'yinning o'ziga kelsak, madridliklar kutilganidek qarshi hujumlarga tayanishdi. Avvaliga Vinicius Junior markaziy chizig'idan to raqib jarima maydonigacha to'p olib chiqdi. Biroq zarbasi aniq bo'lmadi. Oradan ko'p o'tmay Gonzalo Garcia deyarli darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib ketgandi. Ammo to'pni bevosita posponga qarata tepdi. Shundan so'ng tashabbus asta-sekin kutilganidek Barselona tomoniga o'ta boshladi. 35-daqiqada Rafinha sof vaziyatdan foydalana olmadi. Birga bir chiqishni barbod qildi. Ammo atiga bir necha soniyalar o'tganidan keyin u jarima maydoniga yorib kirdi va o'z xatosini to'g'riladi. Murakkab vaziyatda bo'lsa-da hisobni ochdi. Tanaffus arafasida esa maydonda haqiqiy futbol mo'jizasi yuz berdi. Hakam birinchi bo'limga 3 daqiqa qo'shdi, biroq aynan shu kompensatsiya vaqtida 3 ta gol urildi. Xaosni birinchi bo'lib Vinicius Junior boshladi. Muxlislar tomonidan unga nisbatan bo'layotgan xushtakbozliklarga qarab, buni o'zim hal qilib qo'yaman degandek, Barselonaning 3 futbolchisini aldab o'tib, burchakdan yorib kirib zarba berdi va ajoyib tarzda hisobni tenglashtirdi. Oradan ko'p o'tmay Robert Lewandowski ham ushbu golga munosib tarzda chiroyli gol bilan javob qaytardi. O'ta nafis zarba va chiroyli gol. 45+6-daqiqada esa Real Madrid Barselona darvozasi tomon so'nggi hujumini uyushtirdi va bu burchak zarbasi bilan yakunlandi. Burchak zarbasidan esa Gonzalo Garcia unumli tarzda foydalandi. Shunday qilib jamoalar 2-2 hisobi bilan tanaffusga yo'l olishdi. O'sha vaqtda meni ichimdan bir narsa o'tdi. Go'yo hakam jamoalarni maydondan olib tashlamasa, jamoalar bir-biriga ketma-ket gollarni uraveradikandek tuyuldi. Aytgancha uchrashuvni tribunadan Cristiano Ronaldoni o'zi kuzatib bordi. Shuningdek, stadionda Karim Benzema ham bor edi. Har ikkala futbolchi ham Saudiya Arabistonida to'p suradi va o'yin aynan shu mamlakatda o'tkazildi. Ikkinchi bo'lim ham xuddi birinchi taym kabi ochiq ruhda kechdi. Bu esa qarshi hujumlarning ahamiyatini yanada oshiradi. Shunday qarshi hujumlardan birida Asensio to'pdan qutulib bo'lgan Pedrini ochiqchasiga yiqitishga majbur bo'ldi. Natijada maydonda kichik tortishuv yuzaga keldi. Aynan o'sha vaziyat sababli Flick hamda Xabi Alonso bir-biri bilan tortishib ketishiga sabab bo'ldi. 73-daqiqada esa Rafinha jarima maydoni chizig'idan zarba berib o'yin masalasini hal qildi. Real Madrid darvozaboni burchakka sakradi, biroq to'p Asensiodan rikoshet bo'lib o'z yo'nalishini o'zgartirdi va oson bo'lgan to'pni Courtois
qaytara olmadi. Rikoshet bunga xalaqit berdi. O'yinning so'nggi qismlarida tashabbus Real Madrid tomoniga o'tdi. Kataloniyaliklar raqibini to'xtatish uchun ba'zan qoidabuzarliklarni ochiqcha amalga oshirdi. Shunday holatlardan birida Pedri sariq kartochka oldi. U ilgari Vinining futbolkasini qanday tortgan bo'lsa, bu safar Rodrigonikini xuddi shunday tortdi. Kompensatsiya vaqtida esa De Jong Mbappening boldiriga ochiqcha shiplari bilan zarba berdi. Boshqa iloji ham yo'q edi. Chunki aynan o'sha vaziyatda Kylian Mbappe o'ta sharmandali tarzda Yamalni aldab o'tdi. Yamal yotib qolgan vaziyatdan keyin De Jong bunga chidab turmadi va hujumchining oyoqlariga ochiqcha zarba berdi. Va bu orqali to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka bilan jazolandi. Mbappe bu o'yinda ham zaxiradan maydonga tushgan edi. So'nggi bir necha daqiqalar esa Barselona uchun nihoyatda og'ir kechdi. Avval Rashford birga bir vaziyatdan foydalana olmadi. Keyin esa Carreras 9 metr masofadan juda qulay holatda zarba berib, to'pni to'g'ri darvozabonga yo'lladi. Final hushtagidan oldin Asensio yana xavfli zarba berdi, biroq bu safar ham darvozabonning qo'liga. Albatta, ushbu o'yinda Real Madrid hisobni tenglashtirishi mumkin edi. Ammo shekilli bu o'yinda kompensatsiya vaqtidagi gollar limiti allaqachon tugab bo'ldi. Yakunda esa Barselona g'alaba qozondi va Ispaniya Superkubogini qo'lga kiritdi. Barselona muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz. Real Madridga esa yana qaytadi deymiz. Barselona va Real Madrid Superkubokka munosib finalni o'tkazdi. Har ikkala jamoaga ham o'yin uchun rahmat. Xo'sh, ushbu o'yindan nega Kylian Mbappe norozi bo'ldi? Birinchidan, zaxiradan maydonga tushdi. Mbappe o'yinni asosiy tarkibda boshlay olmadi. Ikkinchidan, maydonga juda ham kech tashlashdi. Uchinchidan, qizil kartochkali epizod. Kompensatsiya vaqtida De Jong bilasiz, Kylian Mbappeni oyog'iga to'g'ridan to'g'ri zarba berdi va bu Mbappe uchun jarohatdan keyin jarohat bo'lishi ham mumkin, ya'ni jarohatini uzoqlashtirishi mumkin. Yana bir final yutqazildi. Bu oddiy o'yin emas, Ispaniya Superkubok finali edi. Emotsiya va bosim ham futbolchiga ta'sir qildi. Shu uchun futbolchini medal taqish jarayonida juda ham norozi holatda ko'rdik. Ana endi o'yindan keyin bildirilgan qiziqarli fikrlar bilan tanishing. Barselonani g'alabasi bilan tabriklayman. O'yin juda ham keskin va murosasiz o'tdi. Bizda hisobni tenglashtirib, mag'lubiyatdan qutulish uchun ikkita juda qulay vaziyat bo'ldi. 3-golni o'tkazib yuborganimizdan keyin ham men 100% ishonch bilan yana vaziyatlarimiz bo'lishini bilardim. Ular bo'ldi ham. Ammo to'p darvozaga kirishni istamadi. Jamoaning kayfiyati va fidoyiligidan mamnunman. Biroq afsuski yakunda hisobni tenglashtirish uchun aniqlik yetishmadi. Men jamoam bilan juda ham faxrlanaman. Biz o'z uslubimizda sodiq qoldik va aynan qanday o'ynashni xohlagan bo'lsak, shunday o'ynadik. Bu Barselona. Har bir futbolchi klub ramzi uchun oxirigacha kurashadi. Bu men uchun juda katta ahamiyatga ega. Men har bir futbolchi uchun chin dildan xursandman, deydi Flick. Qadrli do'stlar, agar biz qaytganimizdan xursand bo'lsangiz va yanada har kuni video bilan sizni xursand qilishimizni xohlasangiz, ushbu videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Sizningcha ushbu El Clasicoda kim g'alabaga haqli edi? Bu o'yin haqida qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohga yozing. Bugungi dasturimiz uchun qiziqarli topishmoq. Mana bu futbolchi kim ekanligini topib izohga yozib qoldiring. To'g'ri javob bergan izohlarni keyingi video dasturimizda videoyimizga joylaymiz. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.